Assalomu alaykum taraflar dasturi yana efirda. Biz anchadan beri kutgan mehmonimizni studiyamizga taklif etganmiz. Savollarimiz bisyor u insonga. Bugungi taklif qilgan mehmonimiz yuz jag' plastik jarrohi Shuhrat Abdujalilович. Dasturimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlaringizni kuzatganimda bugun tibbiyotga keng o'sha yo'l ochildi bizda va bemalol bizga vatandoshlarimiz chet elda ham borib o'zlarini muammolari bilan yuzlashib davolanib kelishi mumkin. Ammo bugun o'sha Turkiyaga, Hindistonga, yana boshqa davlatlarga tashrif buyurib davolanib kelayotgan bemorlar bu yoqqa qaytib kelgandan keyin ahvollar nima kechayotgani, boshqa bo'layotgani ko'proq guvohi bizmi, soha mutaxassisi bo'lganimiz uchun deb gapirgan. Shunchaki gapingizni oldimda. Albatta siz bilan suhbatlashishim kerak bo'ldi. Aynan menga ham qiziq bo'ldi. Haqiqatda bu yerda o'zini o'sha muammosi bilan yuzlashadi va tinimsiz nazorat ostida bo'ladi. O'zbekistonda bo'lsa, u yerda bo'lsa xat deb borib kelishi, boshqasi muammoli vaziyat. Lekin biz ko'rmagan parda orqasida qancha voqealar bor. Shu fikrni kengroq bizga tushuntirib bersangiz. Avvalambor taklif qilganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Albatta men ijtimoiy tarmoqda mana shu fuqarolarimizni o'sha chet ellariga borib har xil davo muolajalari, operatsiyalar qildirib kelayotgani haqida fikr bildirganman. Undan keyin bir qancha shu vatandoshlarimizdan mana shu bizni o'sha kuzatuvchilarimizdan savollar kelib tushgan, fikrlar kelib tushgan. Men avvalambor fikrlar bildirgan, savollar bergan o'sha yurtdoshlarimizga minnatdorchilik bildiraman. Birinchidan, ikkinchidan, bilasizmi, chet elda davolanish kerakmi, chet elda operatsiya qildirish kerakmi, uni qanday ijobiy, salbiy taraflari bor degan savolni qo'ysak agar biz oldimizga. To'g'ri, misol uchun mana shu Amerika, Yaponiya, Koreya davlatlaridagi bugungi kundagi tibbiyotga joriy qilgan texnologiyalar yuqori, tan olishimiz kerak. Lekin standart muolajalar bor. Standart muolajalarga tez tibbiy yordam ko'rsatish, mana jarohat bo'ldi, boshqa bo'ldi, juda tez tibbiy yordam yoki bo'lmasa standart operatsiya usullari, standart davolash usullari butun dunyoda yondashuv bir xil. Shu nuqtai nazardan misol uchun mana o'sha chet elda operatsiya qildirib yoki chet elda davo choralarini ko'rib kelgan yurtdoshlarimizdan undan kasallikni davolash oqibatlari bilan biz juda ko'plar bilan men shaxsan duch kelganligim uchun men bu post qilishga qaror qilganman. Bu fikrlarimni bildirganman. Birinchidan shubhasiz hamma vatandoshlarimiz borgani davo topaman deb boradi boshqa. Unda tahlil qiladigan bo'lsak, misol uchun bordi, bitta operatsiyani qildirdi yoki davo muolajasini qildirdi. Qaytib keldi. Qaytib kelgandan keyin shifokorga bir nechta savollar tug'iladi. Albatta. Dori yozib bergan bo'lsa, bu dorini qachon ichishim kerak yoki nima qilishim kerak, men bu dorim tugab qoldi yoki bu dorimdan allergiya boshlandi, nima qilib? Shunga o'xshagan savollar bu ijtimoiy savollar, mingta, millionta bo'ladi. Bu savollarga javob ola olmaydi. Aksariyat yurtdoshlarimiz o'rtada turgan bir tarjimon yoki u yerda turgan bir koordinator orqali borgan bo'ladi. U koordinator hamma savollarga javob bera olmaydi. Natijada majbur bo'ladi o'zimiz shifokorlarga kelishga. O'zimiz shifokorlarga kelgandan keyin mana shunaqa qilishim kerak desa, albatta u shifokor birdan davosiga qo'shimcha tavsiya berishga o'zini sal hushyor tortadi, sababi u borgan, falon pul to'lagan, falon davo qilganda ma'lum bir sxema bo'yicha davoni olyapti. Men buni buzib qo'ysam, boshqa bo'lsam deydi. Albatta shifokoringiz bilan bog'laning boshqa. Ba'zi holatlarda yordam ko'rsatadi. Men ikkita uchta misollar keltiraman. Bir vaqtida bir bemor operatsiya qildirib kelgan. Oldin ham aytganman buni. Bir o'zimni bir yaqin tanishimiz bo'lgan. Operatsiya qildirib kelgandan keyin bu yerda shu operatsiya qildirgan jarayonda qon ketdi. Operatsiyaning o'rnidan qon ketdi. U majbur bo'ldi u yoqdagilar bilan bog'lana olmadi, o'zimizga kelib bizda operatsiyada o'sha qon to'xtatishdi, boshqa qilishdi, yordam ko'rsatishdi. Keyin u yoqqa borgandan keyin ular aytdiki, "Yo'q, buni endi biz javob bermaymiz. Jarrohlik muolaja biz qilgan ishimiz, buzgansan" deganday holat. Bilasizmi? Shuning uchun bizni vatandoshlarimizga men aytmoqchimanki, chet elda davolanish huquqiy taraflari himoya qilinmagan. Misol uchun mana bordingiz, $10,000 pul to'ladingiz, qaytib keldingiz, yana borib sizni nima qilishingizda huquqlaringizni himoya qilish va hokazo. Shuning uchun men demoqchimanki, oldingdan oqqan suvning qadri yo'q deb, mana bugun to'g'risini aytishimiz kerak. Prezidentimiz shuncha sharoit qilib berdi, hamma shifoxonalarda sharoitlar bor. Oddiy bitta misol, mana yurakni stentlash. Yurakni stentlash hozir tuman больница shifoxonalarida xuddi bir tish olganga o'xshab qilyapti odamlar.
oldin bu stentlash uchun Hindistonga borib o'chirib tur, boshqa bo'lardi. Mana shunga o'xshagan imkoniyatlar bordi. Men boshqa narsani aytmoqchiman. Misol uchun chet elga borib operatsiya qildirib yoki davolanadigan shifokorlar, bemorlarimiz o'zimizni shifokorlarga kelib, ularning tavsiyasini olib, agar u shifokor aytsaki, buni falon joydagi falon adresdagi klinikada qildirsangiz yaxshiroq desa, u shifokor biladi. Qaytgandan keyin albatta u shifokorga murojaat qiladi-da bu. Oqibatlari juda ham ko'p. Mana yaqinda bir o'zimni yaqin tanishim Koreyaga 10 yil davomida borib davo choralarini qilib keldi. 10 yildan keyin manfiy natija oldi. Qaytib borsa haligi doktor ishdan bo'shab ketgan. Yo'q. Shuning uchun shunaqa. Endi yana bitta ijtimoiy tarmoqda mana o'sha post qo'ygandan keyin juda ko'p negativ fikrlar keldi. Bizda doktorlar nol, bizda doktorlar haqoratli so'zlar yozdi. Men bu vatandoshlarimga aytmoqchimanki, birinchidan shifokor bo'lish oson emas. Bugungi kunda xirurg bo'lish uchun 10 yil o'qiydi, faqat xirurg operatsiya qilish boshlash uchun. Ata bir umr o'qish kerak. Ikkinchidan, misol uchun doktorlar nol degan so'zni gapirishi o'zi noto'g'ri. Men o'ylayman, shuni gapirgan ekspertimiz bu oddiy gap qilib gapirgan. Men o'sha fuqarolarimizga shu negativ fikr bildirganga aytmoqchiman. Bir joyingiz og'risa yoki jarohat bo'lsangiz, mashina urib yuborsa, birdan Hindistonga ketasizmi? Yo'q. Siz tez tibbiy yordamga borasiz. Boshqa bir holatlarda ham. Men demoqchimanki, bugun tibbiyot O'zbekistonda ham juda yaxshi rivojlanyapti. Bizni shifokorlarimizni o'zini o'rni bor. Albatta buni qadrlagan holda shu narsaga yondashish kerak. Yondashish kerak va qayerga operatsiyaga boradiganini aniqlab, u operatsiyadan keyin nima holatlar bo'ladi? Undan keyin kuzatuvlarni men qayerda qilaman? Deb iloji bo'lsa borishdan oldin bu yerdagi shifokor bilan bog'lab bir fikrga kelib olib qilinsa, davob mukammal bo'ladi. Men oldin ham bir misol keltirganman. O'zimni shogirdim, talabam otasini olib kelganda shu jag'ini operatsiya qilamiz deganda, u akalari Hindistonga olib borgan, Hindistondan qaytib keldi, asorat bo'ldi, xullas vafot etdi. Minglab holatlar bor. Bu dardlarni ayta olmagan bemorlarimiz bor. Mana o'sha men post qo'ygandan keyin 200 dan oshiq kommentariy yozishdi. Uni 90% o'sha dard chekkanlar yozishdi. To'g'ri aytyapsiz, men ham dard chekdim boshqa deb. Bizda boshqa tomoni yana bir ikkita bizni o'sha followerlarimiz, kuzatuvchilarimiz menga savol beribdi. Bunaqada zo'r, bunaqada zo'r. To'g'ri? Koreyaga bordingizmi? Bitta kurs lecheniyaga $18,000 pul to'ladingiz. Bo'ldi, 10 kun. Keyin undan keyin siz yo'qsiz u uchun. O'zbekistonda xuddi shu davoni olish uchun xatyabi borib bir 10 million so'm pul to'lang, doktorning yelkasiga o'tirib oladi. Buni qilishing kerak, sen mendan pul olding, falon qilding, pismodon qilding, o'qilding. Men u haqda gapirmoqchi emasman, lekin demoqchimanki, bugun negativ fikr bildirishdan oldin sohadagi jonkuyarlar bor-da. Bizda jonkuyarlar bor. Bitta misol shuki, 2 yil oldin bizda Siamskiy blizniцы degan kasallik bor. Siamese twins deydi. O'sha chaqaloq tug'ilganda egizak yopishib tug'iladi. Uni jigari bitta bo'ladi, kallasi bitta bo'ladi. Uni operatsiya ajratish kerak. Dunyoda qo'l bilan sanaladigan davlatlarda qilinadi. Shu Siamskiy bliznicini ajratish operatsiyasi Toshkentda bajarildi. Toshkentda o'zbek xirurglar tomonidan bajarildi. O'zbekistonda tug'ilganmi endi shu shahar? Qirg'izistonda tug'ilgan bemor bizga keldi. Bizda qilishdi, o'zimizni xirurglar qilishdi. Men uni qilgan xirurglarni ham yaxshi bilaman, bizni hurmatli. O'zbek xirurglari qildi. Undan chet eldan shifokor olib kelib qilmadi. Operatsiya 18-24 soat davom etgan, qildi. Natija? Xo'p, natija ikkita bola ham tirik, soppa-sog', tirik. Butun televizorda ko'rsatishdi, bu uchun mukofotlar olishdi. Xo'p, tibbiyot bizda nol ekan. Kim qildi bu operatsiyani degan savolda. Shunga o'xshagan narsalar juda ham ko'p. Bugun biz ko'zimiz o'rganib qoldi yaxshi narsalarga. Fikrlarga o'rganib qoldik. Lekin bugun mana men o'ylaymanki, mana muhtaram prezidentimiz tomonidan qilinadigan sharoitlar tomonidan bajariladigan narsalarni biz ko'ra bilishimiz kerak-da. Hech bo'lmasa shuni shukrini qilishimiz kerak-da. Unaqa deb negativ fikr bilasizmi? Har qanday odam bildirish mumkin. Shuni umuman qilmagan odam men bunaqa narsa ekan deyish mumkin, lekin uni o'shanaqa qilishni o'zi ham bo'lmaydi-ku. Shuning uchun endi Hindiston, mana Koreya, Amerika, Yaponiya davlatlarining tibbiyotlari haqida yana fikr bildirmoqchiman. Amerikada, Yaponiyada, Koreyada birinchidan tibbiyotda texnologiya yuqori, ko'p pul tikilgan. Ikkinchidan
tibbiy xizmat o'ta qimmat, o'ta qimmat. Shuning uchun tibbiy xizmat o'ta qimmatligi uchun nima qiladi? Endi shu texnologiya aytaylik bugun yetib kelmagan bo'lsa ham, lekin shu texnologiyasiz qilinadigan operatsiyalar bor. Bu yaqinda mana Fransiyada safarda bo'ldik. Fransiyani o'zida ham tez tibbiy yordamga yondashuv boshqacha ekanda. Har bitta men o'tgan safar bitta post qo'ydim. Har bitta o'sha ekspertimiz savol berdi. Qaysi davlatda nima rivojlangan, tibbiyot rivojlangan zo'r degan savolda. Bu men aytdim nisbiy savol, noto'g'ri savol. O'shanda misol keltirdim. Nima uchun unaqaligini. Mana Fransiyada xuddi shu savolimga isbot topdim, javobimga. Fransiyada misol uchun tez yordam mashinasining ichida injener bor, pojarnik bor. Bundan tashqari tez yordam mashinasining ichida butun qurilish asbob uskunalarini bitta chamadonda olib yurishadi. Qurilish. Nima uchun deb savol bersak, u aytayaptiki, bugun katastrofa shunchalik ko'pki, yer qimirlab uyni bosib qolyapti yoki urushlar joyida borganda beton tagida bosib qolgan, biz uni to injenerlikcha o'ladi. Shuning uchun o'zimiz buzib hop, skoriy brigadani tarkibida bor bu mutaxassislar. Mana shunaqa yondashuvlar borda har bitta joyda. Xuddi shunaqa. Misol uchun bitta misol aytaman. Mana shu biz aytamizki, lishmanyoz deymiz, lishmanyoz kasalligi yoki bo'lmasa afg'on yara deymiz O'zbekistonda. O'zbekistonda Surxondaryo bilan Qoraqalpoq, Qashqadaryo 3 ta joyda uchraydi. Boshqa joyda uchramaydi. Butun dunyoda boshqa joyda uchramaydi. Tabiati bilan bog'lanib shunday. Shu bizda shunaqa pashsha bor. Shu pashsha chaqadi, shundan keyin yara bo'lib terida katta chandiq qoladi. Mana shunga o'xshagan spetsifik kasalliklar juda ko'p. Yoki malariya degan kasallik Afrika davlatida uchraydi. U chaqqani bezgak tutib qoldi deydi, issig'i chiqsa, har 24 soatda issig'i chiqadi. Regional kasalliklar borda, uni davolaydigan doktor faqat o'sha yerda bo'ladi. O'sha joyda albatta. Ana shuning uchun biz qayerdadir zo'r bo'lib ketgan, unaqa demaymiz, biz aytamiz. Falon joyda tibbiyotida ko'proq yangi texnologiya kiritilgan deymiz. Yoki bunaqa deymiz. Uchun mana shunaqa fikrlar endi. Oqibatga keladigan bo'lsak, albatta kasallikni endi aksariyat misol uchun o'sha chetga boradiganlarimiz organ transplantatsiyasi uchun boryapti. Jigar, buyrak va hokazo. Tan olishimiz kerak, oxirgi 3 yilda O'zbekistonda 300 dan ortiq buyrak transplantatsiyasi qilindi. U faqat organni ko'chirib qo'ydi bo'ldi degani emas. Buyrakni olgan odam va buyragini bergan odam ikkalasi ham kuzatuvda bo'ladi. Nazorat ostida bo'ladi. Kuzatuvda bo'ladi. Mana yaqinda bitta holat bo'ldi. Bir bemor o'zini o'g'liga buyragini berdi. O'zbekistonda bajardi. Buyragini qabul qilgan bolasi u salkam umr davomida dori ichadi. Buyrakni yashab ketish uchun doimda. Buyragini bergan onasi ham salkam umr davomida hayot faoliyatini, buyragini nazorat qiladi. Dorini vaqtida ichadi, keyin kamaytiradi. Bu 10 kunlik, 5 kunlik narsa emas-da, u 1 umrlik narsa-da. Shunaqa ko'chirib kelganlar bor, shunaqa qilganlar bor. Yuqorida men gapirdim, puli borlar qiladi. Puli yo'qlar nima qilish kerak unda degan savol. Misol uchun o'sha bordi, 7 mingmi, 6 ming dollar pul to'lab operatsiya qildirdi. Yana повторni borib ko'rsatishiga, o'zini asorati bo'lib qilgan operatsiyaga yana 50% 3,5 ming dollar to'laysan, keyin qolganini qilaman deb aytdi. Mana shunga o'xshagan narsalar juda ko'p. Bu tomonlarini bemorlarimiz bechora bizning O'zbekiston xalqimiz, fuqarolarimiz soddadil, ko'ngli ochiq, birovga shikoyat qilishdan yiroq, Xudoga shukr qiluvchi insonlarda ular boradi, shunday bo'lish kerak ekanini qabul qiladi. Lekin men o'ylayman, bugungi kunda ularni huquqlari o'sha chet elda operatsiya qildirib keladigan himoyalanmagan. Hech qaysi qonun qoidada yo'q. U doktor qilgan ishiga javob bermaydi, bizniki asoratga javob bermaydi. To'g'ri, zo'r bo'lgan bilan ham asorat bo'lishi mumkin. Yaqinda mana Buxoro shahrida bo'lib o'tdi, butun turkiy zabon davlatlarining plastik xirurglarini kongressi. 120 dan ortiq spiker keldi, xalqaro spikerlar, hammasi o'zlarining asoratlarini ko'rsatdi. Nahotki shu asorat shu yerda bo'lgan, Germaniyada yoki Turkiyada bo'lgan deb o'ylaysanda, inson organizmi shunaqa narsa. Yoki oddiy misol, mana man degan maqtangan Amerikada Michael Jackson nima bo'ldi? 10 marta, 20 marta burunini operatsiya qildirdi.
qilisholmadi. Bir umr garmonda qoldi, garmon asoratidan o'lib ketdi. Bunaqa narsalar juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Yaqinda bir bitta misolni aytib beraman. Bir chet davlatda bo'lgan holat, operatsiya paytida o'sha koagulyator deymiz, koagulyator ishlatganda oyog'iga biz zazemlение qiladigan o'sha rezina qo'yamiz. Tok o'tib tok urmasligi uchun zazemleniyasini yaxshi qo'ymagan, bolani operatsiya qilgan, appendis operatsiya qilayotgan paytda uzoq vaqt operatsiya qilgan, haligi oyog'ida ожог bo'lgan, bilmagan uni, zazemlение qilmagan bo'lgan, oyog'i nekroz bo'lgan. Nekroz bo'lgan. Keyin oyog'ini davolagan, boshqa qilgan, uni nekroz qilish uchun nekroz tuzalmagan, oyog'ini olib tashlayman deb xirurg adashib o'ng oyog'ini, sog'lom oyog'ini olib tashlagan. Mana janjal bo'ldi, bilasizmi? Bu narsani meditsina tilida kazuslar deymiz. Kazuslar, kazuistiskiy situatsiya deydi. Butun dunyodagi xirurglarning tarixida bor bu. Biz mana ko'p kongresslarda, konferensiyalarda bo'lamiz, shu Amerika olimlari ham boshqa bo'ladi, hammasi o'zining asoratlarini ko'rsatadi, aytadi, mana bunaqa qildim, mana bunaqa bo'ldi. Endi bu narsalar albatta ommaviy axborot vositalarida fosh qilinmaydi, aytilmaydi, boshqa qilinmaydi. Lekin buni shu borayotgan fuqarolarimiz nazarda tutishlari kerak. Ertaga borib kelgandan keyin men qanday natijaga erishaman va nima bo'ladi degan. Ajoyib javob. Hindistonga ketayotgan yoki chet el davlatlarga bemorlar ketayotganini ko'ramiz. Oddiygina yaqindagina Andijonda bo'lgan safarimda ishonasizmi? Mingga yaqin, balki undan ko'proq oddiy bir qaysidir soatda Hindistondagi o'sha yoshlarni ko'rdim. Ya'ni ularni so'raganimda Andijon tibbiyot instituti talabalari ekanligini yoki o'zimizni mana Toshkentdagi talabalar shaharchasidagi qancha ular O'zbekistonda bugun tahsil olayotganini aniq bilmadim, lekin aytmoqchiman, ular bugun O'zbekistonda tahsil olayotganligi sabab yana o'ylab qolaman, bizda o'sha oliy ta'lim arzonmi yoki haqiqatda o'sha bizdagi mutaxassislarni o'ta siz yuqorida aytgandek o'zing oldingdan oqqan suvni qadri yo'q deb biznikilar chetga borayotganda o'sha uzoq chetdan kelib bizda o'qiyotganlik, mana shuni sizni o'sha mutaxassisdan eshitgan to'g'riroq bo'ladi, tushungan. Juda ham dolzarb savol berdingiz, juda ham qiziqarli savol berdingiz. Albatta Hindiston meditsinasi bugun yaxshi rivojlangan meditsinadan hisoblanadi, lekin bitta narsani aytishimiz kerakki, bugun O'zbekistonda ta'lim olayotgan tibbiyot yo'nalishidagi hindistonlik talabalarning soni 10 mingdan oshiq. Toshkent tibbiyot akademiyasining o'zida 2 mingdan oshiq. Samarqand davlat tibbiyot universitetida 3 mingdan oshiq, misol uchun Andijonda va hokazo. Oladigan bo'lsak 10 mingdan ortiq faqat tibbiyot yo'nalishida. Savol tug'iladi, mana 2 yil oldin Ukrainada urush jarayoni bo'lganda Ukrainadan 500 dan ortiq talaba o'qishlarini ko'chirib keldi. Faqat u tibbiyot o'ziga. Umuman 4 mingdan ortiq keldi hindistonliklar perevod. Men ular bilan gaplashdim. Xo'p, nima uchun sizlar faqat Toshkentni tanladinglar desam, ular solishtirdi, aytishdiki, yaxshi o'qish jarayoni. Hindistonlik talabalarni o'qishini ham sababi birinchidan bizda ta'lim tizimi o'sha yillar davomida bizda tibbiyot ta'limi paydo bo'lganiga 100 yildan oshgan. Yillar davomida bu struktura shakllangan ilmiy maktablar bor va talab bor ma'lum. Va eng asosiysi, bizni diplomlarimizni olgandan keyin bular borib validatsiya deydi, validation deydi, o'sha o'zida nostrifikatsiya qiladi, ya'ni tasdiqlaydi, o'tadi. Yaqinda juda quvonarli holat bo'ldi. Bizdan 4 ta bitirgan talaba, 4 talasi ham diplomini bittada topshirganda. Imtihonni bittada topshirib o'tgan. Bizda statistikasi bor. Keyingi yillarda ko'proq bitiradi. Demoqchimanki, bugun O'zbekistonni tanlab kelib o'qiyotgan hindlar O'zbekiston ta'limiga ishonchi bor. Birinchidan, ikkinchidan bu yillar davomida ta'lim o'zini haqiqiy brendini ko'rsatgan hisoblanadi. Biz ko'p gapirmaymiz. O'sha mana hozir buyrakni transplantatsiya haqida gapiradigan, buyrakni ko'chirib o'tish haqida gapiradigan. 1972-yil Toshkentda buyrak ko'chirib o'tish birinchi marta bu o'zbek olimlari tomonidan qilingan O'rta Osiyoda. Biz orada shu qanaqadir qonunlarimiz mumkin emas bu to'xtatdik transplantatsiya. 72-yildan beri qilinadi bu operatsiya bizda. Faqat Hindistonda emas.
mana shu narsalar borligi uchun ham demak albatta bugun ishonch bor ta'limimizga. Hindistonlik talabalarimiz juda ko'p o'qiyapti va maslaga aytaman, bir yilda 5000 6000 talaba olib kelib o'qitish ehtiyoji bor ular, xohishi bor. Hali ham biz tanlab bilimlilarni olamiz. Mana o'tgan yili 1000 ta talabaning ichidan 300 tasi imtihondan o'tib, imtihon qilib olamiz. Suhbatdan, imtihondan o'tolmaganni olmaganmiz. Shuning uchun ishtiyoq bor, ishtiyoq baland. Bu albatta biz ming gapirmaylik, bizning natijalarimiz, qilgan ishimiz ko'rsatadi bizning xulosalarimizni. Agar bizning ta'limimizga tibbiyotimiz yomon bo'lganda, bizning tibbiy ta'limimiz yomon bo'lganda Hindistonlik kelmas edi. U Hindiston tibbiyot akademiyasida 28 ta davlatdan o'qiydi. Bizda Amerikadan bor, Koreyadan bor talabalar, Pokiston, Misr, Rossiya Federatsiyasidan, Qozog'iston, Qirg'iziston, eng ko'p Hindistondan albatta. Bu ham bir qanaqadir ko'rsatkich hisoblanadi. Albatta ko'rsatkich. Men o'ylaymanki, bugun men o'zi vatanparvar insonman. Faqat tibbiyot sohasi bo'lganligim uchun emas, umuman vatanimizda bo'lgan jarayonlarga, men ijobiy jarayonlarga juda quvonaman har bitta sohada. Shuning uchun buni harakat qilaman, tahlil qilishga harakat qilaman, har bitta insonga yetkazishga va shukr qilaman shunaqa zamonda yashayotgandan. To'g'ri, kimdir qanaqadir fikr bildiradi, boshqa qildiradi, u qiladi, bu qiladi. 5 qo'l baravar emas. Shuning uchun men o'sha kuzatuvchilarimdan men aytmoqchimanki, negativ fikr bildirishdan oldin tahlil qilaylikda, ijtimoiy tarmoqlarda yozadigan har xil negativ, har xil to'g'ri kelmaydigan, senzuraga to'g'ri kelmaydigan gaplarni yozmaylik. Men oldindan aytib qo'yay, men olim odamman. Men har qanday shu meni kuzatuvchilarimga savollariga javob berishga, yordam berishga tayyorman. Buni men ochiqchasi gapiryapman. Shunaqa. Domla, mana uzoq yillik tajribangiz bilan o'rtoqlashish bilan birgalikda tibbiyotdagi soha vakillarini kamchiligini 5 qo'l barobar emas dedingiz-ku, xuddi shu bugun ijtimoiy tarmoqlarda juda e'tirozli vaziyatlar, davlat emas, ko'proq xususiy klinikalar yoki xususiy o'sha больницаlardagi mutaxassislar haqida juda bir yomon xabarlar. Xuddi yomon xabar tez tarqagandek, odamlar buni tezroq bunaqa voqealarni eshitganda o'zingizning shaxsiy munosabatingiz qanday bo'ladi? Ya'ni ularni aybi deya olmayman-ku, nima sababdan mana shunaqa mutaxassislar ham bugun mavjud? Juda ham yaxshi savol. Bu savolingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Bugun faqat shaxsiyda emas, xususiyda emas. Bugun davlat shifoxonalarida ishlayotgan yoki birlam tizimda ishlayotgan shifokorlar orasida ming afsus bilim saviyasi qoniqarli darajada bo'lmagan yoki bo'lmasa o'zining ishiga mas'uliyatsiz yondashadigan xodimlar ko'p. Bularning orasida aksariyati ko'proq plastik xirurgiya. Bir tendensiya borda 15 yil oldin, 10 yil oldin stomatologiyada pulli bo'lganligi uchun bitta plomba yoki bitta tish falon bo'lganligi uchun stomatologiya biznes bu butun gurkurab, tadbirkor ham tushungan ham tushunmagan ham stomatologiya ochib hamma yoq stomatolog bo'lib ketdi-da. Hozir endi qanaqadir so'nganday bo'ldi-da, hozir hamma plastik xirurgiyaga ketib qoldi. Plastik xirurgiya desa bu katta pul ekan, biznes ekan deb o'ylashyapti-da. Ming afsus, yoshlarimiz plastik xirurgiyani qonun qoidalarini, uni fundamental asoslarini bilmasdan turib pichoqni olib qo'l uryapti. Yaqinda bo'lgan o'sha bir bloger qizimizni operatsiyasini qoniqarsiz bo'lganligini ijtimoiy tarmoqlarda kuzatdik. O xirurgni men to'g'risi u xirurgni ham tanimayman, o klinikani ham bilmayman. Lekin ijtimoiy tarmoqlardagi fikrlarni ko'rdim. Qaysidir darajada haqiqat bor. Qaysidir darajada o'sha xirurglarimiz, plastik xirurglarimiz ming afsus o'sha moliyaviy manbani topish uchun harakat qilyapti. Bilasizmi, ko'p shogirdlar keladi. Menga bir yilda juda ko'p insonlar, ota-onalar bolalarini olib keladida, bolamni shogird qilib oling deydi. Men hech kimga отказ qilmayman, olaman hammasini. Bo'ldi, faqat bolangiz chidasa deyman. Chidasa deganda nima qiyinmi deydi? Yo'q, kelsa. Keladi, ko'radi. Tashqaridan qaraganda shuni qiladigan paytingizda juda ham zo'r tuyuladi-da. Qiladiganday tuyuladi. Lekin o'zi qilganda boshqacha bo'ladi. Ming afsus, o'sha ko'rayotgan yoshlarimiz, men lekin oldimga kelgan shogirdlarning hammasini kitob o'qishga majburlayman. Har bitta narsani vaziyatni ko'rsatamanda, har bittasini so'rayman. Nima uchun, qanaqa bo'ldi, nima uchun bo'ldi shunaqa? Nima so'rab, majburlab, muhokama qildirib o'rgataman-da. Ming afsuski,
ko'plamani chet elda o'rgandim, boshqa qildim deydida, qisqa bitirganiga 2 yil bo'ladi. Chet elga bitta konferensiyaga borib, ikkita operatsiyani ko'rib olib, xuddi shunaqa qilaman deydi, qiladi, o'xshamay qoladi-da. Bitta misol aytib beraman. Men institutda o'zi a'lo baholarga o'qiganman. 2-kursdan dejurstvalarga qatnab yurardim. O'qishni bitirdim, o'zimni sher his qildim. Men hamma narsani bilaman dedimda, kelib ustozimga aytdim, men zo'rman dedim. Desam, ustozim hamma nima operatsiya qilasan dedi. Hamma operatsiya qilaman desam, sen zo'r ekansan dedi. Men dedi, professor bo'lib turib, hali hammasini qila olmayman, men shunaqa zo'rman-da dedim. Keyin menga dejurstvo berishdi. Navbatchilik turasanmi? Turaman. Navbatchilik turdim. 5 yil davomida navbatchilikda bir 20 marta shu operatsiyani ustozim qilgan yonida turganman-da. Bir kasal keldi. Shu kasal kelib, bo'ynida flegmona, aniq esimda 17 yoshli qiz edi. Operatsiya qilib, absessni ochdim, kechasi 12. Shunaqa qon ketdi kasaldan. Shunaqa qon keta boshladi. Dovdirab qoldim, hali o'zimga o'yering bo'lgan sher dovdirab qoldim. Albatta qon to'xtatdim. Qonni bosib turdim, qon to'xtatdim, avtomatik darajada yordam berib qon to'xtatib, hamma narsani tugatdim. Ertalabgacha qaltiradim-da. Shunchalik darajada stress o'tkazdim-da o'zimda. Mana shunchalik dov yuraklik qilgan narsani shu psixologik nuqtai nazardan bilimim yetgan, fundamental bilimim yetgan, psixologik nuqtai nazardan men operatsiyaga tayyor bo'lmaganman. Hozirgi yoshlarimiz aksariyat qismi shunday. Yo, o'ldirib qo'y, kechirasiz gapingiz, o'ldirib qo'yishdan qo'rqiladimi o'sha paytda? Qo'rquv nimadan bo'ladi? Qo'rquv qon to'xtata olmay qolsam nima bo'ladi degan savol tug'iladi-da. Qon to'xtab qolsa aslida o'zi nima bo'ladi? Bo'ladi. Ha, mana shu oxirida o'lim bor-da. Ana shunday. Shuning uchun bugungi kunda yoshlarimiz ana o'sha har xil operatsiyalar qilib, ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketayotgan yoshlarimiz ming afsuski operatsiya qilib juda tez pul ishlashga shoshilyapti-da. Shoshilish kerak emas. Bu meditsina, bu men har doim gapiraman, tibbiyot yaxshi doktor bo'ldingmi, pulni orqasidan quvma. Pul seni orqangdan quvsin, nima qilasan? Pul seni orqangdan quvib yursin. Uning uchun bilim, uning uchun sabr. Bugungi kunda biz yoshlarimizga ikkita narsa yetishmaydi. Birinchisi sabr yetishmaydi, ikkinchisi eshitish yetishmaydi. Eshitmaydi, tinglamaydi, o'qimaydi, eshitmaydi, tinglamaydi. Fundamental bilimi bor, lekin eshitmaydi. Mana bunaqa qilma desangiz, eshitmasdan o'shani qiladi-da. Mana shu operatsiyani shunaqa qilma desa, shuning uchun men murojaat qilmoqchimanki, shu endi boshlayotgan xirurglarga, siz shunaqa holatlar bo'ladiki, odam bir narsa boshlagan paytida bir xatodan boshlasa, bir umr bu kasbdan chiqib ketib qoladi. Men bitta xirurgni bilaman, o'qishni bitirib ishlayapti. Oradan bir yilcha o'tgandan keyin birga o'qigan kursdoshim keldi, bir yigit zabardast yaxshi o'qigandi. Men xirurgiya qilmayapman dedim. Nima qilmayapsan desam, shu o'rganayotgan jarayonda bitta operatsiyani qilaman dedim. Shu noto'g'ri qilib qo'ydim. Keyin ustozim kelib to'g'riladi. Keyin bo'ldi, qaytdim dedi. Xuddi shunaqa boshlab xatodan boshlasa undan xirurg chiqmaydi. Shuning uchun kichkina operatsiyadan boshlab o'zida ishonch hosil qilib, fundamental bilim. Mana misol uchun men hozir tibbiyot fanlari doktoriman, professorman. 30 yildan ko'p xirurgman. Lekin har kuni qiladigan operatsiyamni mana ertalab operatsiya qilaman. Albatta operatsiyadan 1 soat oldin ko'rib chiqaman. Boshqatdan qaytarib chiqaman. Bilaman o'zi, lekin qaytarib chiqaman. Mana bu joyim bunaqa, mana bu joyim bunaqa. Har safar operatsiya qilganimda bitta yangilik ochaman o'zimga. Mana hozir jag'da rekonstruksiya operatsiyalaridan 800 dan oshiq operatsiya qildim oxirgi 10 yil ichida. Umumiy operatsiyalarning soni 40 mingdan oshib ketgan, lekin demoqchimanki, mana ertaga operatsiyam bor, ertaga bo'ladigan operatsiyamni xuddi men yangi birinchi marta qilyapmanki, his hayajonda ustimda qarab, kitoblarga qarab, mana bu joyni nima qilsa deganday psixologik nuqtai nazardan tayyorgarlik ko'rib kiraman-da operatsiyaga. Bu narsa tajriba, hayotiy tajriba orqali kelib chiqadi. Ko'pincha yoshlarimiz shunda bitta ko'radi, mana xuddi shunaqa qilaman deydi, boshqacha qiladi-da. Bitta misol aytib beraman, misollarim ko'p. Bir yosh mutaxassis Moskvada ishlaydi. Moskvadan keladi O'zbekistonga. Bir 3-4 oy O'zbekistonda turgan davrda reklama beradi. Men moskvalik mutaxassisman, Moskvada ishlayman, shunaqa deydi. Bitta kasalni operatsiya qiladi. Operatsiya asorat qilib qo'yadi. Asorat qilgandan keyin u kasal to'polon qiladimi? Moskvada ustozga telefon qiladi. Ustozga telefon qilsa, ustoz aytadiki, mana shu sohaning mutaxassisiga borib uchrashdi. Keyin menga kelib uchrashdi. Haligi doktor. Men birdan ko'rdimda aytdimki, bo'ldi, endi bu meni muammom, seni muammom emas deb bemorni olib men shug'ullandim.
man o'zimga oldim, bo'ldi, men tuzataman buni deb olib qolib, chunki uni bemorni tuzatishga 2 oylar vaqt kerak edi, u 2 oy qola olmas ekan Moskvaga ishga ketish kerak. Bo'ldi, Moskvaga ketaver desam, men bir umr sizga shogirdman, boshqa deb, keyin men uni tushuntirdim. Necha yildan beri ishlayapsan desam, 2 yildan beri dedi. Shu operatsiyani o'zing qilding desam, o'zim qilganim ustozim yonida yuribman, 2 yildan beri qilib yuribman dedi. Ko'rdingmi dedim, o'zing qilganing boshqa deb. Xullas, mana shunaqa holatlar juda ham ko'p. Shuning uchun men yosh xirurglarimizga yo'ldan adashib, noto'g'ri bir marta qilib qaytib ketgandan ko'ra, sekin kichkinadan boshlab ustoz bilan bog'lanib ishlagan ma'qulroq. Meni bir xil shogirdlarim bor. Shu operatsiyani mohirona qiladi, lekin baribir maslahat qiladi. Ustoz, men bunaqa operatsiyam bor, shuni qilmoqchiman, nima deysiz deydi. Keyin aytaman, nimadan xavfsirayapsan, nimadan qo'rqyapsan? Men bunaqa deb tushuntiraman. Meditsina shunaqa narsa bir umr ishlash kerak edi. Bir umr ishlamasa u bo'ldi, chiqib ketadi. Pichoqni chaqlab turgandek, bilimni chaqlab turmasangiz u kesmay qoladi, bilim ham bo'lmay qoladi. Hozir yana bir savol tug'ilib qoldi. O'sha yaqindagina bo'lgan voqeada o'zi aslida talabiy ekan, operatsiya qilgan inson dedi. Uzoq yillardan beri tibbiyot akademiyasida tahsil berayotganingizdan ham xabarimiz bor. Aytmoqchimanki, bugungi talabalarga qanday talab qo'yiladi va ularga qanaqadir o'sha ruxsat berilmaslik, xususiy klinikada bo'layotgan jarayon. Mana shunga e'tirozli vaziyatlar ham bor-da, domla. To'g'ri savol berdingiz. Qarang. Misol uchun o'sha bo'lgan voqeaniga birinchidan men uni voqeani ustida bo'lmaganman, ikkinchidan haqiqatan xirurgiya boshqani tanimayman. Men juda unaqa uni detalli muhokama qilishga haqqim yo'q deb o'ylayman, lekin talaba emas. Bu talaba emasligi aniq. Chunki talaba bo'lganda bizga, agar bizni institut talabasi, akademiyaning talabasi bo'lganda albatta bizga darrov so'rovnoma kelardi, biz buni chorasini ko'rib boshqa. Lekin birinchidan talaba operatsiya qila olmaydi. Talaba bugun operatsiya qila olmaydi. Ikkinchidan talaba ishlashi mumkin, medsestra bo'lib, medbrat bo'lib, vrach yordamchisi bo'lib ishlashi mumkin. 6-kursdan ishlashga ruxsat berganmiz. Mas'uliyat u ham birlamchi tizimda. Poliklinikada o'tiradi, kasallik qabul qiladi, shikoyatlarni qabul qiladi, lekin operatsiya qilmaydi. Magistr bo'lishi mumkin, magistr talabasi bo'lishi mumkin, oxirgi kurs bo'lishi mumkin, xirurgiya yo'nalishi bo'lishi mumkin. U ham o'zi qila olmaydi. O'zini qilishga haqqi ham yo'q, o'zini qilishga malakasi ham yo'q. Shuning uchun u endi ijtimoiy tarmoqda kimdir talaba ekan, kimdir malakasi past ekan, kimdir u ekan, bu ekan deb, men aniq bilmaganim uchun bu savolga javob bera olmayman. Men talabaligiga ishonmayman. Talaba qila olmaydi bu ishni. Katta qorin operatsiyasini, katta bu qorinda liposaksiya bilan abdominoplastika qilish uchun 5 yil, 4 yillik xirurg ham qila olmaydi bu ishni. Bu juda katta operatsiya. Mahoratli xirurg bo'lmasa qila olmaydi buni. Hatto o'ta mahoratli xirurglarda shunaqa asorat bo'ladi. Shuning uchun u mahorati, balkim tajribasi kamroq bo'lgandir, balkim nimadir hisobga olmagandir. Muhokama qilish qiyin. Energiya va zavol energiyalar haqida gapirmoqchiman. Domla, bugun bu qadar energiyani ko'p sarflayapmiz, energiyasiz qoldik yoki biz qayerdan haqiqatda sof energiya olishni unutdik? Qaysi biri to'g'ri? Yo bo'lmasam bunga qanaqa e'tibor beriladi? Avvaldan shunaqa bo'lsa yoki hozir e'tiborimiz shunga qaratilib qoldi? Yoki rostdan ham hozirgi asr yoki oxirgi yillar mana shunga bir mubtalo bo'ldikmi yo shunga bir muammo deb qarayapmiz, moddiy narsadir balki deb qoldim. Men juda ham qiziq savol berdingiz. Bugungi kunda bizni butun 90% energiyamizni, nafaqat energiyamizni, bizni qalbimizni, hatto bir-birimiz qadrimizni, odamgarchiligimizni men olib qo'ydi hozir. Mana shu. 100%. Sababi bugun katta odam bo'ladimi, yosh bola bo'ladimi, bo'shab qoldimi, darrov telefonda o'tirib, internetda titadi. Bu energiyani oladigan, vaqtni oladigan. Odam organizmidagi hamma kerakli narsalar. Men bitta narsaga e'tibor beraman, ko'p ijtimoiy nimalarda mana 15-20 yil oldin bir joyga to'yga chaqirsangiz, dasturxon bugungidek to'kin sochin bo'lmaganda. Bugun dasturxonda yo'q narsani o'zi, qishda borsangiz shaftoli ham bor, qulupnay ham bor, va hokazo. O'tirib yeydigan odamning o'zi yo'q. Boradi 8da to'y boshlanib, 9da hamma ketadi. Ha, desa ishim bor deydi. Men aniq bilaman, 99% uyiga borib telefon tutadi, boshqa ish yo'q. Mana qalbni o'g'irlab qo'ydi. Insonlardan mehrni o'g'irlab qo'ydi. Biz yoshligimizda, mana biz uylangan davrlarimizda mahalla kelardi. Kelin-kuyovni uyda to'y bo'lardi. Dasturxon juda bugungidek to'kin sochin bo'lmasdi, lekin kelin-kuyovni kuzatguncha 11 gacha to'y bo'lardi. Mahallada shu mana o'sha videolarimizni ko'ramiz, odamlar to'lib turardi. Bugun to'yxonalarda to'kin sochin 9 dan keyin hech kim yo'q. U to'y kimga qildi degan savol. Hech kimga qizig'i yo'q. U
Bu hammasi qalbni mehrda o'g'irlanganligi mana shundan. Birinchi o'rinda shu. Energiya sarflashamiz shu. Yoshlarimiz ham boshqamiz ham bugun indamasangiz 12, 1, 2 o'tiraveradi. Qalb energiyani mana shu o'g'irlaydi. Shuning uchun bugun biz telefon, planshet, boshqa bu sivilizatsiyani kirib kelgan instrumenti hayotni yengillashtirganligi, lekin buni salbiy oqibatlari bizni energiyamizni, qalbimizni o'g'irlab qo'ydi, qadriyatimizni o'g'irlab qo'ydi. Qanday yechim berasiz domla? Manda misol uchun o'zimda yondashuvim shunaqa. Men misol uchun o'zim har haftada kamida 2 marta uyda oila davrasida farzandlarim bilan o'tirib davra suhbati qilaman. Mana shu mavzularda nima, u qanaqa va hokazo va hokazo. Kechki payt endi balkim bu qanaqadir qattiqroq chora, soat 10 dan keyin bolalarimni telefonni olib qo'yaman-da, o'zim nima qilaman. Zaryad kelsa o'zim xonim, man qo'yaman zaryadga. Va buni yosh bolalarga, bog'cha, maktab bolalariga buni o'rgatmaslik uchun alternativ variantlarni berishimiz kerak. Mana hozir juda ham ko'p rasm chizadigan, juda ham ko'p ertaklar, kitoblar alternativani berishimiz kerak-da. Yoki buni foydali taraflarini nima qilishimiz kerak. Shuning uchun bugun mana 3 yoshmi, 2 yosh bolani qo'liga bersangiz, siz qila olmagan funksiyalarni qila oladi-da u bola. Ana shuning uchun u zavq oladigan alternativni bersangiz, bunga ko'p yopishmaydi. Zavq oladigan alternativani buni taqiqlab bo'lmaydi. Boshqa narsani alternativani berish kerak, u bilan mashg'ul bo'lib ketish. Variant berish kerak, ya'ni bolaga. Talabaga ham shunaqa. Misol uchun mana shunaqa narsa bugun na daftari bor konspekt, na ma'ruza daftari bor, na albom bor. Biza o'qigan paytimizda albom bo'lardi, bugungi dars chizardik. Bundan tashqari bugungi darsni ma'ruzasini yozib kelardik va konspekt yozardik. Uchalasidan birortasi bo'lmasa, domla so'ramasdan ikki qo'yardi. Hozir hech narsa yo'q talabada, mana shu emas. Hammasi telefonda. Lekin ming afsus, bo'sh o'tirgan talabalarni ko'rasiz, aksariyat ijtimoiy tarmoqlarda aksariyat o'yin o'ynab o'tiradi. Bu hammasi energiyani oladi. Organizmda eng ko'p energiyani sarflaydigan narsa mana shu telefon energiyani sug'urib oladi odamdan. Yotgan paytimizda, uxlagan paytimizda ham 2 metrdan uzoqroq bo'lish kerak. Chunki miyadagi bioenergiyani oladi hammasi. Yapon olimlari buni isbot qildi. Telefonni boshini oldiga qo'yib yotgan odamlarda bosh miyada uchraydigan o'simta raklar 50% ga oshdi. Telefon orqali nurlanish bo'ladi bunda. Shuning uchun bugun men o'ylaymanki, bugungi kunda kirib kelgan sivilizatsiyamizdagi raqamlashtirish, mana shunaqa elektronizatsiya narsalarimizni salbiy taraflari bu. Bizni qalbimizni o'g'irlab qo'ydi, qadriyatlarimizni. Ota-onasidan dafurja mazza qilib gaplashib o'tirishdan ko'ra borib telefon tutish afzal ko'radi aksariyat. Men e'tibor beraman ko'plariga. To'g'ri. Juda ko'p bu narsa. Mani hayot hozir o'sha to'ydan ketib telefon kavlaydi deysiz, ishonasizmi? Mani hayotimda ham bo'lgan. O'zimda ham. Xuddi shunaqa. O'zimda ham. 9 dan keyin dasturxon, shohona dasturxon, hech qo'l tegmagan, bir xil stolga qo'l ham tegmaydi, ketadi. Men ishonchim komil. 90% uyiga borib telefon istadi, boshqa ish qilmaydi. Undan ko'ra u odam mehr bilan gaplashib, yonida o'tirib boshqa qilish yo'q. Bu qadriyat pasayishga olib keladi-da. Yana savolim domla, kosmetologlarga ommani e'tibori qaratildi va juda salbiy oqibatlar ko'rsatildi, salbiy fikrlar ketdi. 3 oy, 6 oy o'qiganlar bugun qoboq olayotganligi haqida yoki o'sha qanaqadir o'sha gel deydi, nimadirlar haydab o'zgartirayotganligi va buni oqibatida ko'plab qizlarning lablari, yuz ko'rinishlari bir xil bo'ldi va yaqinda men bir mutaxassis bilan gaplashganda bir narsaga xafa bo'ldimki, shoirlar, qo'shiqchilar qizlarning labini g'unchaga o'xshatib yoki ularning kulgularini boshqa bir chiroyli narsalarga, tabiatdagi bir go'zal narsalarga qiyoslaganda, bugun ular kulayotganda ular kulyaptimi, yig'lamoqdami yoki xafami yoki xursandligini bilib bo'lmaydigan darajada yuzlar tortildi. Hech qanaqa emotsiyani berib turadigan bir ko'rinishlar yo'q. Qachon to'xtaydi yoki dunyoda bo'layotgandek meditsina rivojlangani singari bunga o'xshagan narsalar rivojlanib, bunga yechimlar beriladimi yoki shu bo'yicha ketamizmi? Endi go'zallik qurbonlari ko'payadimi? Asrimiz go'zallik qurbonlarimi? Kimdir oshqozon, kimdir yuz jarrohi, yana kimdir o'sha lab bilan bog'liq muammolar. Bu qayoqqa qarab ketayotganimizni ko'rsatadi tendensiya, yo bo'lmasam
endi domla nimadan ehtiyot bo'lishimiz kerak? Qizlarimizni asrashimiz kerak, har qalay turmush o'rtoqlarimizni asrashimiz kerak. Bu borada salbiy oqibatlar haqida ko'proq gapirishimiz kerak. Kosmetologlar haqida juda ko'p gapirdik. Hatto men 5-6 ta postlar qo'yganman. Kosmetologlar mendan xafa bo'lib yozishdi. Xafa bo'lish kerak emas. Hamma o'zini ishini qilish kerak. Men ham hozir blefaroplastika qilyapti, yuzni o'rta qismini tortyapti. Yaqindan mana shu haftada 2 ta bemor keldi. Kosmetolog asoratidan juda strashniy asorat qilgan. Uni endi to'g'rilash uchun ko'p operatsiyalar qilish kerak. Bu qilish endi kosmetologlar xafa bo'lmasin. Kosmetologlar o'sha maz, krem, massajlar yuzi va hokazolar yetarli ularga. U hozir endi operatsiya qilib boshqa qilib ketdi-da. Lekin haligi ikkinchi savolingizga men qaytmoqchiman. Fizionomiya deymiz, yuzimizni ko'rinishini fizionomiya deyiladi bizning tilimizda. Ayollarimizda tabiiylik o'zgarib yo'qolib ketdi haqiqatdan. O'sha lablarini gelga to'ldirish, boshqa va hokazo. Vitaminlar yuzga, misol uchun maskalar boshqalar qilish mumkin, lekin bu siz aytayotgan narsa tabiiylik yo'qolib ketdi. O'zbekchada gapirganda chehra, ochiq chehra bo'lib yurish boshqa. Nima uchun bizda O'rta Osiyoda, O'zbekistonda O'rta Osiyo xalqlari doim kulib yuradi degan savolda men ko'p qiziqaman. Rossiyadan, Yevropadan boshqa mutaxassislar o'rtoqlarim ko'p, men ko'p e'tibor beraman. Ularda qandaydir odamlarda ochiq chehralik yetishmaydi-da. Bizda ochiq chehralik ko'p. Buni sababi bor. Istara ham deb qo'ysa bo'ladimi? Istarasi issiq bo'lib turadi. Bizda O'rta Osiyo xalqi kulimsirab turadi. Buni sababi quyosh nuri tushadi-da. Bizga quyosh nuri shunday tushganki, yaratgan shunday yaratganki, bizni yerlarimizni. Quyosh nuri shunday tushadiki bizga miyada quyosh nuri ta'sirida endorfin degan gormon ishlab chiqadi. Endorfin kayfiyatni qiladi, xush qiladi. Shuning uchun bizni odamlar kayfiyatni ko'tarinki bo'lishni xohlaydi. Quyosh tushmaydigan davlatlarda, joylarda odamlarda kayfiyati yaxshi bo'lmaydi. Sababi o'sha endorfin ishlab chiqmaydi. Har qanday zo'r bo'lsa ham, shuning uchun qanaqadir istarasi issiq bo'lmaydi. Boyagi savolga qaytadigan bo'lsak, albatta gellarni yuvarish, boshqa qilish, men o'ylayman, faqat ayollarda emas, erkaklarda ham ayb bor deb o'ylayman. Ko'p erkaklarimiz bunga qarshi emas, xohlaydi ham. To'g'ri, vitamin, boshqa yuzi terisiga oziqa berish mumkin, lekin lablarini iskustniy nakachat qilib, narsalar qo'yish boshqalarni mana tabiiy go'zallik yo'qolib ketadi bunda. Insonda tabiat yo'qolib ketadi. Yaqinda bir statiya o'qidim. Bir Xitoyda bir juftlik farzand ko'rgandan keyin 3 yildan keyin eri xotinini sudga bergandi, chunki farzandlari juda ham o'rod bo'lib tug'ilgan. Sudga bersa, sud aniqlaganki, haligi qiz bosqichma-bosqich plastik operatsiya qildirib, chiroq kiritib, keyin yerga tekkan bo'lganda, shuning uchun biz tabiiylikni saqlashga harakat qilishimiz kerak. Hamma narsa tabiiy go'zalda. Umuman O'rta Osiyo xalqlari orasida bizni xalqlarimiz chiroyli xalqlar. Erkaklarimiz ham kelishgan, chiroyli ayollarimiz ham. Bu tabiiy go'zallikni saqlashimiz kerak deb o'ylayman. Buning uchun jismoniy va aqliy mehnat mutanosibligini to'g'rilashimiz kerak. Biz qilmaymiz. O'sha yuzi qarishi ham, kasallik qarishi ham 3 ta narsani buzilishdan keladi. Vaqtida uxlamaslik, vaqtida ovqatlanish, uyqu, ishlash rejimini buzilishidan kelib chiqadi. Biz uchalasini buzib tashlaymiz. Disiplina. Buzib tashlaymiz. Soat 10 da yotish kerak, uxlash kerak odam. Undan keyingi narsa faqat zararga bo'ladi. Nimaga? Chunki soat 10 da organizmda uyqu uchun mas'ul bo'lgan o'sha melatonin chiqadi. Shu paytda bir uyqu keladi, uxlab oladi. Uxlasa hamma organlar orom oladi. Biz nima qilamiz? O'sha paytda o'sha uyquni buzib, melatoninni neytralizatsiya qilib tashlaymiz, miyani ikkinchi zapusк qilamiz, ishlaymiz. Bular hammasi qarishga olib keladi, iznashivaniyaga keladi. Shuning uchun o'z vaqtida rejimda uxlab turib jismoniy va aqliy mehnatni qilish insonni tabiiy istarasini issiqlikka. Istarani issiqligini yana bitta misoli, sababi aytib beraman. Eng katta sabablardan bitta qalb toza bo'lishi kerak. Qalbida g'ubor bor, kimgadir hasadi bor, kimgadir ichida alami bor, hattoki xarakterda zahari bor odamlar ham tez qariydi. Qalbda g'ubor bo'lmasligi kerak-da. Tabiatni boricha qabul qilish kerak. Bugun kunda yomon narsa odamlarda hasad paydo bo'lib ketib qoldi. Palonchida palonchi mashina bor, unda bunisi bor, bunda nima ishing bor? Xudo beribdi shunga. Senga ham berib qoladi. Shukr qil. Yo'q, unaqa emas. Nima uchun men unga intila olmayman, yeta olmayman? Mana shu narsa insonlarning hammasini istarasini ham buzilishiga
asabini buzilishiga, kayfiyatini buzilishiga va hokazoga olib keladigan narsalardan deb o'ylayman. Agar yuzingizdan operatsiya qilish kerak bo'lib qolsa, shunaqa shogirdligingizga ishongan bo'larmidingiz yoki ishonib topshirarmidingiz o'zingiz? Bilasizmi? Men baxtli insonmanki, o'nlab shogirdimga shunday ishonaman, ko'zimni yumib ishonaman. O'nlab shogirdimga. Qaysidir muolaja menga qilish kerak bo'lib qolsa, o'nlab shogirdimga ishonaman. Ishonib, o'sha men har doim birga qilib yurgandek qilib qilasan deyman. Bo'ldi. Qolganini gapirmayman. O'zi biladi. Shuning uchun bu ham katta narsa. Bu ham baxt deb o'ylayman. Shuning uchun bugun shogirdlarni o'rgatishda sir borda. Shu joyda bitta narsa aytib beraman. Bir shogird ustozimdan zo'rman deb da'vo qildi. Da'vo qildi-da, men ustozimdan zo'rman debdi. Katta davrada aytdi. Bir ikkitasi debdi, ustozingdan o'tib ketding desa, qani ustozdan o'tib ketdim. Keyin buni qanday isbotlaysan desa, har qanday sinamalaringizga men tayyorman dedi. Keyin tajribali odam bor ekan, bo'ldi sinaymiz debdi. Bir qorong'uxonaga yog'och qo'yibdi-da, qo'liga teshani beribdi-da. Qorong'uxonaga kirasan-da, 3 marta urasan, 3 marta chopasan. 3 marta ham bitta joyga tushsa teshang demaysan zo'r bo'lasan. Shogird kiradi, uradi, 3 marta joyiga chopadi. Bitta joyga tusha olmaydi. Keyin ustoz kiradi, uradi, 3 marta ham bitta joyga tushadi. Shogird yutqizgandan keyin keladi. Ustoz, kechiring meni, sirini ayting desa, ahmoq deydi. Qayeri bilan urishni bilish kerak. Birinchisini bitta chopasan-da, ikkinchisini orqasidan qo'yasan. Shuning uchun shogirdlarga nisbatan farzandingizga ishonganda, men misol uchun operatsiyani hamma sirlarini ko'rsataman, hamma narsani gapiraman va kengroq muhokama qilib gapiraman. Chunki u qachondir kimgadir yordam bersa, unga aytadi, sani deydi ota-onangga va ustozlaringga rahmat, uni savob menga ham keladi. Agar u qaysidir nima qilsa, la'nat deydi, la'nat ham keladi. Shuning uchun ustoz bu tomondan mas'ul. O'rgatding, oxirigacha o'rgat. Unaqa bekitadigan bo'lsang, olma shogird kerak. Meni taktikam shu. Ilmni sotib bo'lmaydi. Ilmni o'zi bilan olib ketib bo'lmaydi. Ilmni o'g'irlab bo'lmaydi. Ilmni faqat berish kerak. Olish olmaslik o'ziga bog'liq. O'shanaqa berganingizda ham 5 xil shogird bo'lsa, 5 xil oladi. Shoirlar 3 ta toifaga bo'linadi. Birinchi toifasi o'zi mustaqil hamma narsani qiladi. O'rganadi, aytganingizni qiladi, aytganingizdan qo'shimcha ham qiladi. Ikkinchi toifa faqat aytganingizni chizganingizdek qiladi. O'zi qo'shimcha qilmaydi. Uchinchi toifa o'zi ham qilmaydi, aytganingizni ham qilmaydi. Shuning uchun menda birinchi toifali shogirdlarim ko'p. Lekin domla o'sha hammasi uchraydimi hayotda? Hammasi uchraydi. Har xili bor. O'sha uchinchi toifa o'zida ham yo'q. Aytganini ham qilmaydigan shogirdlarim ham bor. Men aytaman, sen doktorlik qilmagin. Sen yaxshi biznesmen chiqadi, yaxshi narsa chiqadi. Davay, men senga motivatsion narsalar aytaman. Sen hayotda boshqa narsalar bilan shug'ullan deb aytaman. To'g'risini yuziga aytaman. Sen qo'y, qilma bu ishni deyman. Vaholanki meditsinani tashlab boshqa sohada juda muvaffaqiyatli bo'lib ketgan shogirdlarim ham bor, keladi. Yaxshi ham aytgan ekan, ustoz deydi. Qonni ko'lab yurgandan ko'ra hozir maza qilib yurma, biznesmenman yoki men bu ish qilyapman, bunaqa. Mebel ishlar bor orasida, menejerlar bor, biznesmenlar bor, har xil odamlar bor. Shuning uchun ustoz to'g'ri yo'l ko'rsatish ham kerak. Hamma ham qobiliyati bir xil bo'lmaydi. Farzandlaringizda 3 ta farzand bo'lsa, 3 xil xarakter bo'lsa, 50 ta shogird bo'lsa, 50 xil xarakter borda. Yana bir qiziq savol keldi domla. Oxirgi 10 yil ichida kelajakda mutaxassis sifatida bashorat qila olasizmi? Qaysi yo'nalishga ehtiyoj shu qadar baland bo'ladi? Oxirgi 10 yil ichida tibbiyotda bizni ayniqsa tibbiyotda bir 50% bizni xizmatimizni sun'iy intellekt oladi. Sun'iy intellekt shunchalik aktiv kirib keldiki, bir 50% xizmat sun'iy intellektga o'tib ketadi. Bu aniq. Shunda bu shifokorlarni butun dunyo qarashini, shifokorlarni bugungi kunda nimaga qarashga, o'zgartirishga, dunyo qarashiga va shifokorlarni informatsion texnologiyani, ayniqsa sun'iy intellektni o'rganishga majbur qiladi. Shu fan kirib keldi bizga. Bu birinchi yo'nalish. Ikkinchi yo'nalish. Keyingi 10 yilda bizda qariyalar ko'payadi. Gerontologiya degan fan rivojlanadi. Bizda butun dunyoda tendensiya shunaqa. Mana Yaponiyada hozir milliondan oshiq, 100 dan oshganlar bor. Ular bilan qanday muomala qilishni bilmayapti hozir tibbiyot. 100 dan oshgandan keyin
odam bo'lgandan keyin ijtimoiy obyekt, u bilan gaplashish kerak kimdir. U nimadir ish qilish kerak, ovqat yeyish kerak va hokazo. Mana gerontologiya degan fan kirib keladi. Shunda biz qariyalarga qanday munosabat qilishimiz kerak? Ularni misol uchun kuch-quvvati, energiyasi bor qaysi ishlarga jalb qilishimiz kerak va ularni qarigandagi keksalik hayotini qanday go'zal o'tkazishimiz kerak degan muammolar kelib chiqadi insonni oldiga. Chunki sivilizatsiyani keyingi bosqich shunaqa bo'ladi. Hayot darajamizni yaxshi yashashni uzaytirganimizdan keyin biz 70 dan keyingi hayotni bilmaymiz hozir. Xuddi shunday. U qariya nima qilyapti, qanaqa uxlayapti, bechora qayerga og'riyapti, nimaga qiziqadi va hokazo. Shuning uchun bu narsalar kelajakdagi narsalar shunday. Sun'iy intellekt, gerontologiya. Aniq bilaman, kelajakda ingliz tilini bilmagan, sun'iy intellektni bilmagan, ITni bilmagan odam vrach bo'la olmaydi. Bu hayot vaqt talabi bo'ladi. Bilmaydi. Shifokorlik qila olmaydi. Mana oddiy misol aytib beray sizga. Oddiy misol, samokatlar bor hozir hamma joyda, to'g'rimi? Yosh nima? Faqat yoshlar emas, yosh keksa yoshi, o'rta yoshli ham o'sha samokatda uchgisi keladi. Ucha olmaydi. Nimaga? Chunki telefonda загрузка qilish kerak edi, uni qilish kerak. Uni qila olmaydi. Bo'ldi. Ertaga doktorlar ham shunaqa bo'lib qoladi. Xuddi shunaqa apparatlar keladi, uni o'shani tushunib qila olmasa qila olmaydi. Bo'ldi, u keraksiz bo'lib qoladi. Shuning uchun bugun sun'iy intellekt, ingliz tili, kompyuter texnologiyani mujassam bilgan odam kelajakda shifokor bo'lib ishla oladi. Bo'lmasa yo'q. Bu aniq. Bunaqa narsa meditsinaga ham kirib keldi. Apparatlar bor shunaqalar. Hozir bilmasangiz, tushunmasangiz ishlata olmaysiz, prosta ishlata olmaysiz. Bu ham shunaqa oddiy samokat misol qildim men. Yoshlar uchun chunki telefonni biladi, загрузка qiladi, QR kodidan pulni nima qiladi va hokazo aktivatsiya. Yosh kattaroqlar hatto u internet nimaligini tushunmayapti. Ertaga shifokor ham shunaqa bo'lib qoladi. Shuning uchun sun'iy intellekt, IT, xorijiy til, ayniqsa ingliz tili bilish kerak. Yana bir narsa, mana ertalabdan siz jarrohlik o'sha amaliyotini boshqarasiz, dam olish kunlaringiz mana hamma insonga masalan yakshanba bo'lishi mumkin. Odam bor e'tiborini sohasidan tashqari nimagadir jalb qilish kerak yoki nimagadir o'tkazish kerak yoki hobbi deydimi yoki umuman ongini, miyasini o'sha barcha narsalardan tozalab, yangilab turish uchun nimadan foydalanadi? Ko'pchilik o'zini o'sha fikrlarini aytadi yoki o'zini shug'ullanayotgan sport turlarini aytadi. Sizda bu holat qanday kechadi? Haddan tashqari oddiy odamlarga nisbatan ko'proq sizda ma'lumotlar bor deb baribir. Birinchidan menda bir ikkita prinsiplarim bor. Sigaret chekmayman, umuman chekmaganman. Spirtli ichimlik umuman даже tatib ham ko'rmaganman hayot davomida. Qilmaganman. Restoranlarda yoki boshqa joylarda bo'kib boshqa ovqat yeyishlar menda yo'q. Men uncha yoqtirmayman, unaqa vaqtim ham yo'q. Hatto shunaqa. Sportga keladigan bo'lsak, men professional futbol o'ynayman. Hozirgi kungacha ham trenirovkaga boraman. Yoshlar bilan 18-20 yoshli bolalar bilan qo'shilib 2 soat bemalol yugura olaman, bemalol o'ynay olaman. Oxirgi paytda Coviddan keyin sal futbolni kamaytirdim. Bu kontakt sportlar yosh katta bo'lgandan keyin xavfliroq bo'ladi. Hozir endi trenajyorlar, zal shunaqa. Bo'sh vaqtda tavsiyalarim inson hayotdan zavq oladigan narsani o'ziga aniqlay olish kerak-da. Misol uchun men bo'sh paytimda qanaqadir o'sha bitta kitob yoki birorta ma'noli birorta film ko'rishim mumkin. Prosta film bo'lmaydi. Men uni ko'rib, analiz qilib, undan nimadir olishim mumkin. Shunaqa qilishim mumkin. Ko'proq menga zavq bag'ishlaydi. Bolalarim bilan o'tirib suhbat qilib, gaplashib o'tiraman. Misol uchun bolalar maktabda, litseyda o'qiganda men qizimga savol beraman, "Sen bugun litseyni direktor qilib qo'ysam nima ish qilarding?" desam, juda ko'p narsalarni aytgan. Keyin o'ylasam, bu to'g'ri. Shuning uchun talabalar bilan ham gaplashishni yaxshi ko'raman. Shogirdlarim bilan ham ko'p gaplashib o'tiraman. Oddiy talaba bo'lsa ham, boshqasi ham fikrlarini olaman. Keyin aksariyat ularning o'rniga tushib harakat qilaman shu narsani qilishga. Sababi uni tilida gaplashish kerak edi. Yaqinda Vengriyada bo'lgan katta kongressda men moderator edim. Shunaqa savol tug'ildiki, bugun 18 yoshli talaba bilan 50 yoshli o'qituvchi bir-birini tushunishi nima ish qilish kerak degan savol tug'ildi-da. Butun zam hamma fikrlar berdi. Keyin oxirida aytdi, hurmatli professor, koordinator, o'zingiz bitta xulosa qilib bering dedi. Keyin men qo'linglarni ko'taringlar,
kimda iPhone telefon borsa hamma ko'tardi. Aytinglar necha foiz funksiyasidan foydalanasizlar desam, hammasi 3%, 5% dedi. Men aytdim 17-8 yoshli bola 95% foydalanadi. Farqinglar shu. Shuning uchun biza uni tilida gaplashish uchun buni bilishimiz kerak degandek ma'noda. Shuning bugungi kunda yoshlar bilan o'sha yoshi ustozlarni bir-biriga tushunishi uchun bitta kommunikatsiyani yaxshi bilish kerak. Albatta. Yoshlar kattalarni tushunish uchun nima qilish kerak degan savol. Bu qiyinroq. Chunki yoshlar mana shunaqa qilib qo'ysa bo'lmaydimi, bunaqa qilib qo'ysa bo'lmaydimi deydi-da. Buning uchun biz qadriyatlarimizni yoshlarga aytishimiz kerak. Aytish kerak baribir. Mana bunaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak degan ma'noda. Misol uchun menda oddiy yondashuv bo'ladi. Shogirdlar bilan gaplashib o'tirganda, misol keksa bemor kelib qoladi. Ko'raman, boshqa qilaman, ularga fikringlarni aytaylik, shunaqa deydi. O'sha bemor to'g'risida doktorlikdan emas, ijtimoiy muhokama qilaman. Misol uchun men bittasiga aytaman, nima deb o'ylaysan? Mana shu otaxonni nima dardlari bor ichida? Qani sen nima deb o'ylaysan? Sen u sanaydi, bunaqa. Nima deb o'ylaysan? Nima kasalligi bor deyman ikkinchisiga bunaqa. Shu nima deb o'ylaysan? Shu misol uchun shu bemor nimani xohlaydi deyman. Bunaqa. Unaqa deydi-da, oxirida muhokama qilib o'zlari savolga javob topib qo'yadi. Demak, unga e'tibor kerak ekan, unga bunaqa kerak ekan, bunaqa kerak ekan degan gaplardan xulosa chiqadi-da. Shuning uchun ustoz bu faqat xirurg faqat mana kesishni o'rgatish emas, ertaga u odamlarga yondashuvni ham bilish kerak, boshqani ham bilish kerak. Insonda mana biz organizmda shunaqa organ shunaqa mukammalki, hamma organizm borki, insonda bitta organ bor, biz qo'limiz bilan ushlay olmaymiz, ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz. Va eng kuchli ham, eng nozik ham shu, bu qalb. Uni bitta gap bilan o'ldirishimiz mumkin, bitta gap bilan o'stirishimiz mumkin-da. Shuning uchun mana shuni muloqot ham katta rol o'ynaydi. Katta rol o'ynaydi. Shuning uchun men ko'proq harakat qilaman shunaqa gaplashishga. Misol uchun mana Insta soqol olmagan soqol olib kel deymiz. Soqolingni olib kel, bir xil domlalar aytadi, soqolingni olib kel bor deb chiqazib yuboradi. U jahli chiqadi, yo'qoladi, yo'qmaydi. Men boraman o'sha ko'r soqoling juda chiroyli ekan deb juda menga yoqdi. Masalan, pul beraman, soqol olsam, "Ya ustoz nima deyapsiz?" deydi. Ularni til bilan gaplashish kerak yoshlar bilan. Yoshlarni men harakat qilaman o'zini til bilan gaplashishga. Til topishga, o'rtoq bo'lishga. Bu zamon talabi bugun. Uni eshitmasangiz kimdir eshitish kerak. Albatta, men fikrlaringizga rosa ham qo'shilaman. Menga qaysidir ma'noda o'sha yondashuvlaringiz juda ham qiziq bo'ldi. Soha mutaxassis sifatida inson ruhiyatini nimaga qiyoslagan bo'lardingiz? Agar qiyosiy ma'nosini sizdan so'raydigan bo'lsak yoki qalbinimi? Masalan, inson hayotini shamga o'xshatadi, umrini daryoga o'xshatishadi. Shoirlar, boshqalar, baribir ijodkorlik bo'lmasa, bu qadar siz insonni o'sha yuzidagi qayerda kamchiliklar va ko'ngli to'lmayotgan qalblarga qaysi shifosini berasiz, yechimini berasiz, u minnatdorchiligini bildiradi va ketadi yoningizdan. Ijodkorlik sizniki ham qaysi ma'noda musavvirlik, inson yuz atrofidagi bo'layotgan o'zgarishlar, ijobiy jarayonlar. Inson ruhiyati yoki qalbiga qanday nima bilan qiyoslash mumkin? Nimaga o'xshatish mumkin? Bu qiyin savol juda ham. Bu juda ham qiyin savol. Men endi 3-chi kursimdan boshlab bu savolni oldimga qo'yib shug'ullanib kelaman-da. Sababi siz mohir jarroh bo'lishingiz mumkin. Agar siz yaxshi psixolog bo'la olmasangiz, u kasallik ko'ngli to'lmaydi. Shuning uchun kelgan kasal bilan gaplashib turgan paytda biz bemor deymiz. Ko'p adabiyotlarda patsient deyishyapti, mijoz deydi. Shu mijoz bilan gaplashgan paytingizda uni yuzidan siz nima xohlayotganini o'qiy bilishingiz kerak-da. Mana meni ko'rib turgandir. Bir ona, bir opa, o'sha bemor onasi menga bir oy yozdi, boraman, ko'rsataman, qizimni ko'rib bering, operatsiya qilib bering debdi. Keldi. Qizini olib keldi. Kecha keldi, Andijondan keldi. Ko'rdim, o'tirdim, gaplashdim. Ko'rib, qizim senga operatsiya qilish kerak emas. Burning juda ham chiroyli, yuzingga mos. Shunaqa dedim, haligi ona ko'z yosh chiqib ketdi, ko'z yoshdan. Shunaqa gap aytadigan doktor ham bor ekan-ku. Bu qizga yalni urib, burning yaxshi operatsiya qilish kerak emas deb o'zi qon bo'lganda. O'zi haqiqatan u qizga operatsiya kerak emas. Yuzi ham chiroyli bo'l. U qiz injiqlik qolgan, buni men bunaqa to'g'rilashim kerak dedi. Shuning uchun bugungi kunda mohir xirurg bo'lish yetarli emas.
bugungi kunda inson yaxshi psixolog bo'lishi kerak. Agar siz uni qalbini davolasangiz, qilgan operatsiyangizda nuqson bo'lsa ham qabul qiladi. Agar siz uni qalbini davolamasangiz, unikalniy operatsiya qilsangiz ham yoqmaydi. Shuning uchun men 3-kursda paytimda Deyl Karnegining kitoblarini hammasini o'qib chiqqanman. 3 ta tomini o'qib chiqqanman hammasini. Как влиять на людей, как завоевать друзей, va hokazo, как публично выступать и так далее. Keyin Аллен Пис degan angliskiy pisатель bor. Uni язык тела движения degan narsa bor. Ya'ni язык тела движения inson tanasini tili degan. Shu kitoblarni o'qiganman. Shuning uchun insonlar bilan muloqot qilganda xirurg bugun insonni qalbida nima kechayotganini yuziga qarab bilish kerak. Shuning uchun xirurglarning ko'pida yetishmaydigan kamchilik shu deb o'ylayman. Uni qalbini o'qimasdan turib operatsiya qilib Ruhiyatga ham ko'p bog'liq, ko'p juda ham ko'p narsa. Ruhiyat bo'yicha bitta misol aytib beraman. Pavlov degan olim bo'lgan, juda ko'p eksperiment o'tkazgan. Pavlov oldiga ota bir bolasini olib kelganda, mana shu og'ir kasal tuzatib bering desa, Pavlov qo'lida unda temir bo'lgan. Temirni olovda qizdirgan. Ushlab tursangiz temir qizarib cho'g' bo'ladi. Qizil cho'g' bo'ladi. Mana shu cho'g'ni qo'lingizga bosishim kerak, shunda tuzaladi bolangiz degan. Desa keyin men roziman deydi. Bola aytadi, men ham roziman deydi. Faqat deydi, buni bosgan paytimda deydi, sen teskari qarab turishing kerak deydi. Chunki deydi, bu pushillab yonib kuyadi deydi. Sen hushdan ketishing mumkin. Bu dedi, qo'lini beradi, teskari qaraydi. Qo'lini bergan paytda muzdek narsani bossa ajab bo'ladi. Muzdek qaynab turgan narsani ko'rsatdi, muzdek narsani bosib pushillab kuyib ketadi. Bu nima? Nerv sistemi boshqariladigan narsa insonning. Mana shu insonning nerv sistemasi boshqariladimi? Insonning psixologiyasi, qalbi, ko'ngli bu bitta kaliti bor. Faqat shirin so'z. Qalb faqat shirin so'zga. Har qanday nima bo'lishidan qat'iy nazar. Shuning uchun bugun kunda yoshlar o'rtasida ham, odamlar o'rtasida yetishmaydigan narsa yaxshi shirin so'zlik yetmaydi. Hamma o'zicha haq, hamma o'zicha nima. Shuning uchun eshita bilish kerak. Mohir xirurg eshitish kerak. Kasal hamma savolga javob beradi o'zi. Eshitgandan keyin aytish mumkin. Savollarimga hammasiga javob ola olmadim, lekin imkon qadar kerakli savollarga javob oldim deyman. Bizga ajratgan vaqtingiz uchun va millatga qilayotgan yordamingiz uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bizni kuzatayotganlar juda ham ko'p va o'ziga tegishli javobni oldi va tibbiyotdagi ustozligingiz, tibbiyotdagi qilayotgan o'sha ishlaringizdan tashqari o'sha ruhiy olamidagi yaxshi tarafga o'zgartirayotgan fikrlaringiz har doim mana shunaqa bardavom bo'lsin. Bugun o'zimga ham ko'p narsa oldim. Tana tili dedingiz-ku. Tana tiliga qarab unga nima kerakligini bilayotganingiz, qaysidir ma'noda o'sha qiyofatul bashar, qiyofasiga qarab, ruhiyatiga qarab uni oldindan sohangizdan kelib chiqib bashorat qilayotganlaringiz ajoyib. Bir chiroyli yo'nalishni tanlaganingiz va haqiqatda shu uchun dunyoga kelganingizni his qilsa bo'ladi. Siz kabi insonlar doim millatimizda ko'paysin. Xush kelibsiz. Rahmat. Haligi savollarimga javob ola olmadim deganingiz qaysidir ma'noda siz kutgan javob chiqmadimi yoki ya'niki 59 ta savoldan hozir 11 ta savolga javob oldimda, ya'niki bu ko'p vaqt oladi va bu yaxshi ma'noda ko'p bizni dasturimizda rizqingiz borligi. Lekin men shu 11 ta mavzuni men o'ylayman juda qisqa gapirdik biz. Uni даже 2 ga bo'lib gapirsa bo'lardi. Chunki hali kosmetologlar mavzusi alohida, ruhiyat mavzusi alohida, yoshlar bilan tarbiyaviy ishlar yo'nalishi alohida. Juda katta mavzular. Ular biz bundan yuzadan o'tib ketib qoldik. Bu qaysidir ma'noda yaxshi bo'ldi, chunki ijtimoiy tarmoqda juda tez o'tkazganmiz-ku, qisqa to'xtaganimiz ham. Albatta. Tezroq fikrini to'plash. To'g'ri. Shuning uchun ham. Lekin albatta keyingi safar ham vaqtingizga qarab agar bo'lganda bizga kelsangiz, bu savollarga albatta javob olaman. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Rahmat. Katta rahmat.